O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar Ligasida joriy mavsumning eng tezkor markaziy himoyachi sifatida e'tirof etildi. Bu haqda CS Xalqaro futbol tadqiqotlari markazi ma'lum qildi. Tashkilot 2025-2026 yilgi Chempionlar Ligasi bahslari doirasida 5 ta asosiy pozitsiya bo'yicha futbolchilarning maksimal tezlik ko'rsatkichlarini tahlil qildi. Natijalarga ko'ra, markaziy himoyachilar orasida eng yuqori tezlik aynan Abduqodir Husanov tomonidan qayd etilgan. O'zbekistonlik himoyachi maydonda 35,8 km/soat tezlikka erishgan. Bu ko'rsatkich nafaqat uning pozitsiyasidagi eng yaxshi natija, balki joriy mavsumdagi markaziy himoyachilar orasida mutlaq rekord sifatida qayd etilmoqda. Markaziy himoyachilar uchun bunday tezlik juda kam uchraydigan holat bo'lib, bu Husanovning jismoniy tayyorgarligi va tezkor reaksiyasidan dalolat beradi. Umumiy reytingda, ya'ni barcha pozitsiyalarda eng yuqori tezlikni Newcastle hujumchisi Anthony Gordon ko'rsatgan. CS ma'lumotiga ko'ra, u 37,92 km/soat tezlikka chiqqan. Shunga qaramay, o'z pozitsiyasi doirasida Husanovning natijasi alohida e'tiborga loyiq. 2026 yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Kongo milliy jamoasi bilan bog'liq vaziyat xalqaro futbol jamoatchiligida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, FIFA Kongo terma jamoasi safida maydonga tushgan ayrim futbolchilarning o'ynash huquqi yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Gap shundaki, ayrim o'yinchilarning fuqarolik masalasi hamda terma jamoani tanlash jarayonida FIFA qoidalariga to'liq rioya qilinmagan bo'lishi mumkin. Xabarlarda qayd etilishicha, Kongo tarkibida taxminan 9 nafar futbolchi rasmiy o'yinlarda barcha zarur hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmasdan ishtirok etgan bo'lishi ehtimoli bor. FIFA nizomlariga muvofiq, futbolchining shunchaki pasportga ega bo'lishi yetarli emas. U milliy jamoa uchun o'ynash huquqini beruvchi barcha huquqiy va xalqaro talablarga javob berishi lozim. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, agar futbolchi avval boshqa mamlakat yoshlar yoki milliy jamoasida maydonga tushgan bo'lsa, terma jamoani o'zgartirish uchun FIFAning alohida ruxsati va rasmiy tasdig'i talab etiladi. Agar ushbu jarayonda qoidabuzarlik aniqlansa, bu jamoa uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. FIFA tekshiruv yakunlariga ko'ra, qoidabuzarliklar tasdiqlansa, Kongo milliy jamoasiga nisbatan turli sanksiyalar qo'llanilishi ehtimoli bor. Ular orasida ayrim uchrashuvlar natijalarini bekor qilish, texnik mag'lubiyat qayd etish yoki ochkolarni kamaytirish kabi choralar bo'lishi mumkin. Bunday qaror saralash guruhidagi kuchlar nisbatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayni vaziyat boshqa jamoalar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Nigeriya terma jamoasi uchun Jahon chempionati yo'llanmasi borasidagi imkoniyatlar qayta jonlantirilishi mumkinligi aytilmoqda. Chunki ehtimoliy ochko yo'qotishlar guruh jadvaliga sezilarli darajada ta'sir o'tkazishi tabiiy. FIFAning yakuniy qarori yaqin oylarda e'lon qilinishi kutilmoqda. Qanday qaror qabul qilinishi saralash bahslaridagi intrigani yanada kuchaytirishi va jahon chempionatiga yo'llanma uchun kurashga yangi burilish olib kirishi mumkin.